Hammaga assalomu alaykum podpischiklarim. Bu video hammaga, hamma kommentariy yozib qoldirsin. Bu hayotiy bo'lgan voqea. Menimcha sizlarda ham bo'lgan, chunki odammiz-u, miyamiz uxlasa ham ishlab turadi. Значит, sizlarda ham bo'lgan. Ko'ryapsizlar, Moskvada juda ham ko'p qor yoqqanligi sababli kecha kranimda qolishga qaror qildim. Kranimda hamma udobstvolari bor, pechkalari bor, avtonomga hamma yo'q ishlaydi. Kech payt soat 11 gacha Instagramda o'tirdimda, keyin yechinib futbolka shortida bitta adyal bor, shunday yopib uxladim. Klimat kontrolni havoni 24 gradusga qo'yib qo'ydim, bir xil ushlab tursin deb uxladim. Tushimda Antarktidada pingvinlar bilan yuribman, ishonasizlarmi? Ana Lolo Pepe bor, shu pingvinlar bilan qor bo'ron o'ynab yuribman-da. Qor o'ynayapman, bitta otsam 8 ta otishdi, yana bitta otsam talpa bo'lib kelib, qorga mana kallama tiqib o'ynashdi. Keyin to'xta dedim. Uydagilarga pingvinni ko'rsatib qo'yay, jiyanlarni pingvin ko'rmagan deb shunday telefonni olib kamerani yoqib turib, dedim to'xtadi, kallam ishlab ustimda kiyimim yo'q dedim, kiyimimni kiyib olay dedimda. Kiyimim qani deb istab uyg'onib ketib qoldimda. Uyg'onib ketsam soat 2 bo'lgan ekan. Avtonomga o'chib qolgan ekan. Mashinani salarkasi tugab, avtonomkasi o'chib, oynalar shuncha ochiq edi. Kecha -12 daraja sovuq bo'ldi Moskvada. Muzlab o'lishimga oz qolgan ekan. Qaranglar, tushimga pingvinlarni kirgizib, keyin ustimda kiyimim yo'qligidan uyimdagilarga telefon qila olmasdan kiyimimni qidirib, uyg'onib ketib, hayotimni saqlab qoldim. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Ana ko'pchilik aytadi-yu, borma, o'lib ketasan, borma, qolib ketasan. Yo'q. O'lim qayerda, qaysi payt kelishini bilmaysizlar. Ko'ryapsizlar, meni tushimga kirib, meni saqlab qolyapti hayotimni, tushimga kirib. Значит, odam sovqatsa yoki uxlab yotgan paytda qanaqadir unga balo qazolar kelsa, tushida u narsani ko'rib uyg'onib ketadi. Kimda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Menda shunaqa holat bo'ldi kecha. Agar uyg'onmaganimda ertalabgacha javob beraman, mashina ichida muzlab o'lib qolgan bo'lardim. Shuning uchun iloji boricha agar mashinada yotib qoladigan furachilar bo'lasizlarmi yoki mana shunaqa mashinalarda feni bo'ladigan bo'lsa, обязательно salarkani kech payt uxlashdan oldin quyib, to'ldirib keyin uxlanglar. Bo'lmasa bilmadim akalar, muzlab o'lib qolishinglar mumkin. Hammanglar Allohimga omonatsizlar. Musofirda yurganlar bo'sh kelmaymiz, Xudo xolasa.